Assalomu alaykum qadrli birodarlarim, sizlar bilan g'oyibona bo'lsa-da ko'rishib turganimdan bag'oyatda shodman. Hozir 86-daqiqa ketmoqda. Shimoliy Koreya Birlashgan Arab Amirliklari bilan durang natijasini onlayn qayd etib turibdi. Bizani jahon chempionatidan deyarli 5-6 minut ajratib turibdi. Keyin ikkita o'yinda bor yo'g'i 1 ochko olsak, biz jahon chempionatidamiz. Chunki Eron 20 ochko bilan jahon chempionatiga chiqib bo'ldi. Ikkinchi o'rinda turgan O'zbekistonda 17 ochko, 3-o'rinni egallab turgan. Onlayn mana shu o'yinga ko'ra 3-o'rinni egallab turgan Birlashgan Arab Amirligida 11 ochko. Biz ikkita o'yinda Birlashgan Arab Amirligi hamda Qatarga mag'lubiyatga uchragan taqdirimizda Birlashgan Arab Amirligi qolgan 2 o'yinini g'alaba bilan tugatsa, ochkolar teng bo'lib qoladi. 17 ga 17 bo'lib qoladi. Shunda ham boshqa narsalarga qaralib ketishi mumkin va o'shanda ham biz jahon chempionatiga chiqib qo'yishimiz mumkin. Agar yo'q, bizga statistikaga qarab tavakkal qila olmaymiz desak, ikkita o'yinda Birlashgan Arab Amirligi yoki Qatar 1 ochko olsak kifoya, biz jahon chempionatidamiz. Tabriklayman. Nihoyat shu kunlarni ko'rish nasib qildi. Oldin hamma gapirib yotardan jahon chempionatiga chiqolmay o'lib ketsak kerak deb yoki qaraganimizda jahon chempionatiga chiqsak o'sha qizig'i qolmaydi deb. Nihoyat mana biz jahon chempionatiga chiqdik. Shuningdek, Eron va AQSh mojarosi to'g'risida ham bitta video tahlil qilib YouTube kanalimga joylab qo'ydim. Qiziq bo'lsa, bemalol tomosha qilavering. Qisqacha qilib aytadigan bo'lsam, Eron AQShdagi jahon chempionatiga bemalol kirishi mumkin. AQSh eronliklardan faqat rasmiylar uchun ochiq, ammo fuqarolar uchun emas. Bu degani Eron bemalol AQSh hududida futbolini o'ynayveradi, faqat muxlislarisiz. Endi esa Eron O'zbekiston tahlilini boshlaymiz. Bu yerda uchrashuv yakunlanganidan so'ng men sizga hisobni aytaman. Hozirda Birlashgan Arab Amirliklari hujum qilmoqda. 88-daqiqa noaniq zarba yo'llandi. O'yinni Shimoliy Koreya hozir boshlaydi. Xo'p, Eron bahs boshidan to'p nazoratiga e'tibor berdi. Kutilganidek bo'ldi. O'zini uyda harakat qilyapti. Bizani pressingda ushladi. Amir G'alinoy o'yindan oldin aytganidek, O'zbekiston ikkinchi bo'lib harakat qilgan holda qarshi hujumlarga tayansa kerak degan edi. Xuddi shunday ham qildik. O'zimizda yaratilgan vaziyatlardan foydalandik. Umumiy ikkita aniq zarba berdik, ikkalasi ham gol bilan nihoyasiga yetdi. Ha, ko'pchilik bayram qilyapti. Nihoyat biza O'zbekiston, hozir men umumiy xulosalarni gapirib olay, statistikani keyinroq. O'zbekiston Eronni yutib qo'yishiga oz qoldi deb, bunaqa vaziyatlar ko'p bo'lgan, lekin har qachon yuta olmay kelganmiz o'sha Baqoyev fanaqasidan tashqari. Nimaga mana shunaqa bo'ladi? Chunki biza yutamiz deb maydonga tushmaymiz, yutamiz deb harakat qilmaymiz. Qarshi hujumlarda o'ynab yutib ketish bu faqat umid. Yutish uchun ustunlik qilish kerak Eronga o'xshab. Bugun Eron bizga juda ham ko'p. Balki shu paytgacha o'ynagan bo'lsak, adashmasam 14 ta yoki 15 marta Eron bilan o'ynaganmiz. Hech qachon Eron bizga bunchalik ko'p imkoniyat bermagan. Statistikani men sizlarga ko'rsatadigan bo'lsam, zarbali biza 13 ta zarba berganmiz Eronga. Hech qachon menimcha biz Eronga bunchalik ko'p zarba bermaganmiz. Eron himoyasi bugun ikkita golda ham xatolarga yo'l qo'ydi. Biz xuddi shulardan foydalana oldik, lekin g'alabani ushlab qola olmadik. Xudoyim bu bizga g'alaba uchun bergan o'yinni biz yuta olmadik. O'zi mana shu jahon chempionatiga e'tibor berib qarasanglar, faqat omadga ko'ra kelyapmiz. To'g'ri, bolalar ham harakat qilishyapti. Boshqa tomonlama ham omadimiz kelyapti. Misol uchun bizani shaqillatgan Qatarni Qirg'iziston yutib qo'ydi, bayram qildi. Qo'shnilarimiz uchun poddershka bo'lsin dedi. Chunki biz Qirg'izistonni qanaqa zo'r nonlar yedirib, choponlar bilan kutib olgandik, ha? Munosib javob berishdi ko'z temas. Mana bitta 90-daqiqa ketyapti. Birlashgan Arab Amirligidan hujum, yana uvol ketdi. Shimoliy Koreya darvozabon to'pni ushlab oldi. 90-daqiqa. Hademay o'yin tugidi. Bizani jahon chempionatiga bir qadamgina ushab turibdi. 1 ochko. Xullas, bu g'alabaga teng durang bo'lyapti deyishinglar ham mumkin. Eron biz bilan zo'rg'a durang ushab qoldi deyishinglar ham mumkin, lekin bu bizning g'alabamiz edi, bolalar ushab qola olishmadi. E'tibor berayotgan bo'lsanglar, oxirgi paytlarda O'zbekiston Eron bilan tengma-teng o'ynayapti, joyi kelganda yutib qo'yishiga ham oz qolyapti. Bu nimadan? Eronni bu zo'r avlodi orqaga ketyapti, qarib sekin asosiy tarkibdan chiqib ketyapti. Zaxirasidan chiqayotgan bolalari asosiy tarkibga tortmaydi, yoshlari zo'r emas. Bizda yoshlar zo'r bo'lib kelyapti. Biz oldinga chiqamiz, Eron cho'kyapti. Va mana shu o'rtadagi almashinuv tenglikni ushlab turibdi. Misol uchun Abbos,
Husanovlar endi chiqib ketganlardan, to'g'rimi? Hali yana yoshlarimiz chiqib jamoaga qo'shilaveradi. Biz Eronni keyingi xudo xohlasa Saudiyada bo'ladigan jahon chempionatida mag'lubiyatga uchratamiz deb o'ylayman. Jahon chempionati saralashida bemalol yutamiz, chunki o'shanda avlodlar almashinib bo'lgan bo'ladi. Endi tahlilga keladigan bo'lsak, joylashuvdan boshlaymiz. O'tkir Yusupov orqada harakat qildi. Xo'p, bizda markazda ko'rsatilgan bo'lsa-da, Abduqodir Husanov fullback sifatida o'ynamadi. Fullback baribir Umarbek Eshmurodov bo'lib qolaverdi. Undan biroz oldinroqda Abduqodir Husanov harakat qildi va u markazdan tepaga chiqmadi. Markazni orqa-rog'i bo'ylab o'rtada yurdi. Qanotlarga ham bormadi, u yoqqa ham bu yoqqa ham bormadi. O'ziga xos o'sha aytilganidek o'rtada harakat qilib berdi. Umarbek Eshmurodov bo'lsa o'ngroqda harakat qildi. O'ngroqda esa oldinga chiqqanida Hojiakbar Alijonovga teparoqda yordam berdi. Xo'p, chaproq teparoqda Rustam Ashurmatov harakat qildi. Markaziy himoyachilardan eng tepada Rustam Ashurmatov harakat qildi. Buni boisi Farruh Sayfiyevimiz juda ham oldinda o'ynagani bilan izohlanadi. O'zbekiston ham asosiy hujumlarni chap qanotdan qildi, Eron ham xuddi shunaqa chap qanotdan qildi. Buni izohlab beraman. Hozir 92-daqiqa ketyapti. 7 minut qo'shib berilgan. Xudo xohlasa 5 daqiqa qoldi. 5 daqiqa. Farruh Sayfiyev oldinga chiqib o'ynagan hisobidan Rustam Ashurmatov uni pozitsiyasini yopish maqsadida chaproqdan ancha oldinroqqa chiqib harakat qildi. Endi Hojiakbar Alijonov to'g'risida gapiradigan bo'lsak, uning maydon bo'ylab asosiy harakat qilgan joyi orqa-roqtani ko'rsatyapti. Chunki biz Hojini hujumga yordam berishidan ko'proq ortda himoyada o'ynashini xohladik. Nafaqat Hojiakbar Alijonov oldinga chiqmadi, balki Umar Eshmurodov ham uning qanotiga yordam berdi. Shuningdek, Rustam Ashurmatov ham o'sha qanotga, o'ngroq qanotga payti kelganda kelib yordam berdi. Bitta o'ng qanot himoyada Hojiakbar Alijonov o'zining pozitsiyasida, Umar Eshmurodov yaqinroqda joylashgani uchun yaqinroq keldi. Eng qo'l-qo'llarlisi chap qanot roqda harakat qilish kerak bo'lgan markaziy himoyachimiz Rustam Ashurmatov ham o'ng qanotga kelib qutqaruvchi vazifalarini bajardi, chunki Eron borini chapga berdi, biz ham himoyaga kelganda borimizni o'ngga berdik. Eng qo'l-qo'llarli tomoni O'zbekiston yarim himoyachisi, ikkitagina yarim himoyachi bor. Odil Hamrobekov o'ngroqda o'ynaydi, Otabek Shukurov bo'lsa chaproqda o'ynaydi. Shu paytgacha chaproqda o'ynab kelgan, lekin bugun Eronga qarshi o'yinda Otabek Shukurov ham o'ngroqda harakat qildi. Tushunyapsizlarmi? Odil Hamrobekov ham o'ngroq o'ynayapti, Otabek Shukurov ham o'ngroqda yordam beryapti. Hammasi o'sha 10-raqamdagi Gaydini va adashmasam Milot Muhammadiy tomonidan uyushtiriladigan Eronning chap qanotidan bo'lajak hujumlarini to'xtatish, unga peshvoz chiqish maqsadida qilindi. Biz bugun o'ngroq o'ynadik. Xo'p. Undan ikki yarim himoyachimizdan biroz teparoqda Hojimat Erkinov harakat qildi. Hojimat Erkinov e'tibor bergan bo'lsangiz, bizda o'ng qanot teparoqda harakat qilmadi. Hojimat Erkinov ham orqaroqda harakat qildi. Undan biroz oldinda esa markazda Eldor Shomurodov harakat qildi. Eldor Shomurodov hujum orti playmaker vazifasida harakat qildi. Hattoki Farruh Sayfiyev ham Eldor Shomurodovdan oldinroqda harakat qildi. Nominal hujumda bo'lsa Abbosbek Fayzullayev harakat qildi va shunga yarasha zo'r natijalar olib keldi. Chaqqon bola o'yinning oxirgi daqiqalarida ko'rdinglar, yiqilib tushgan bo'lsa ham o'rnidan turib vaziyat yaratishga harakat qildi. Shomurodov o'ynash joylashuviga keladigan bo'lsa, garchi markaziy hujum ortida ko'rsatilgan bo'lsa-da, ko'proq chap qanot va o'ng qanotda yurdi. Markazda kamroq harakatlandi. Abbosbek Fayzullayev bo'lsa chaproqda ko'proq harakat qildi. Shuningdek, o'ngroqlarga ham borib keldi. Masharipov o'zi bo'ldi. Masharipov ham yoqqa bu yoqqa yurardi-ku. Abbos ham xuddi shunaqa yoqqa bu yoqqa yurdi, lekin Masharipovdan farqli o'laroq ortga qaytmadi Abbosbek Fayzullayev. Endi esa Eronni gapiradigan bo'lamiz. Darvozada Alirizo Beyranvand harakat qildi. Markaziy himoyachilar 13-raqam va 4-raqam o'zini joyida harakat qilaverdi. Bizdan farqli o'laroq u yerda fullback degan narsa bo'lmadi. Ikki markaziy himoyachi bir xil chiziqni ushlagan holda harakat qilishdi. 95-daqiqa, 2 minut qoldi. Xo'p, chap qanotda 5-raqam futbolchisi, o'ng qanotda 2-raqam futbolchisi harakat qildi. Tayanch yarim himoyachisi sifatida 14-raqamli futbolchisi G'oddos harakatlangan bo'lsa, 6-raqamdagi Izzatullohiy hujumni qo'llab-quvvatladi. U hozir Shabab Al-Ahlida o'ynayapti. Aynan Aziz G'aniyevni siqib chiqazib yuborgan Izzatullohiy bo'ladi. Xo'p, oldinroqda harakat qildi. 6-raqamdan oldinroqda 7 hamda 9-raqamli futbolchilar harakat qildi. 7-raqamdagi Jahon Baxshi qo'yib turinglar. Jahon Baxshi-ku mayli Brightonda ham hujumkor o'ynagan, hatto hujumchi sifatida o'ynagan, lekin orqa roqda o'ynagani-ku mayli.
Lekin u nominal hujumchi emas edi-da. Nominal hujumchi Mehdi Torimiy orqada o'ynayapti. Eron O'zbekistondan oldingi boshqa jamoalarga qarshi o'ynaganida Mehdi Torimiyni nominal hujumchi sifatida ko'rsatar edi-da, hujum ortiga Sardor Azmunni qo'yardi. Natijada raqib himoyachilari, asosiy himoyachilari, markaziy himoyachilar Mehdi Torimiyni yopib olardi, ortdan turib Sardor Azmun gollarni urardi. Bu safar teskarisi bo'ldi. Oldinga Sardor Azmunni chiqazdi, Sardor Azmun o'zini ko'rsata olmadi. Ortda harakat qilgan Mehdi Torimiy o'zini ko'rsatib ketdi. O'z futbolda shunaqa bo'ladi. Bu narsa oddiy narsa. Xo'p, o'sha ortda Mehdi Torimiy harakat qilganini biz ko'rdik. Oldinda to'g'ri Sardor Azmun harakat qildi, garchi nominal hujumchi sifatida ko'rsatilgan bo'lsa ham, bu ham Eronning O'zbekistondagi singari fitnasi edi. Nominal hujumda 10-raqamdagi G'oyidi o'ynadi. Bizdan Abbosga o'xshagan bu kichkina chaqqongina bola 10-raqamda harakat qildi va juda ham foydali o'ynadi. To'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Eron asosan markazdan harakat qildi. Xo'p, endi statistikani gapiramiz. Nechidir sekundlar qoldi. Hozir hushtak chalinadi. 61 ga 39. Deyarli 60 ga 40 to'plar nisbati. Zarbalar 20 ta berdi Eron, 13 ta berdi O'zbekiston. Seyflar, darvozabonlarning qutqaruvi 2 ga 4 O'zbekiston foydasiga, burchak zarbalari 6 ga 5 Eron foydasiga. Umumiy o'ynalgan paslar Eron 465 ta pas o'ynagan bo'lsa, O'zbekiston salkam 300 ta. Aniqrog'i 295 marta pas o'ynadi. Otabek yana bitta narsaga e'tibor berdim men. Hozir 8 sekund qoldi, 7 sekund, 6 sekund, 5 sekund, 4 sekund. Darvozabon tepdi. Xo'p. Hakam hushtak chalmadi lekin. Bo'ldi, 97-daqiqa. Menimcha bu Birlashgan Arab Amirligining oxirgi hujumi bo'ladi. Mana shu hujum tugagandan keyin Shimoliy Koreya Birlashgan Arab Amirliklari durang bo'lib tugaydi. Mayli, men jonli efirga bu videoga tezroq yakun yasashim kerak. Xolos, men bitta narsaga e'tibor berdimki, u ham bo'lsa, bizani yo'llagan 13 ta zarbamizdan bor yo'g'i 3 tasi olisdan yo'llangan, ya'ni korobka tashqarisidan yo'llangan. Voy bla! 98 da bagol urib ketdi. Kalla urib ketdi. Chap qanotdan tashalgan koptoni markazdan bittasi cho'q etib solib qo'ydi. Nima deydi? Integratsiya deydimi? Intriga saqlanib qoldi. O'zimiz uyimizda, Bunyodkorda Birlashgan Arab Amirligi yo'q. Birlashgan Arab Amirligida bo'ladigan O'zbekiston ba o'yini vashi sola-sol bo'ladi. Malades, zo'r o'yin bo'ldi. Qaytanga xursand bo'lish kerak. Oxirigacha qiziydi o'yin. Zo'r. Cho'kmaymiz, tahlilda davom etamiz. Tashqaridan boriq 3 ta zarba yo'lladik. Otabek Shukurov yo'lladi, Eldor Shomurodov yo'lladi. Shomurodov o'ng oyoqda yo'llagan tashqi qismi bilan yo'llagan mana zarbasini o'zingizlar ko'rdinglar, qiyshiq ketdi. Undan tashqari 81-daqiqada Jiyanov ham zarba yo'lladi, olisdan foyda bo'lmadi va 53-daqiqada 4-zarbamiz Abbos tomonidan yo'llandi va yana Eronning xatosi tufayli golga aylanib ketdi. Asosan zarbalarimizni ichkaridan yo'llaganmiz. Birlashgan Arab Amirligini tabriklaymiz. Zo'r o'yin bo'ldi, zo'r. Umuman xafa bo'ladigan joyi yo'q. O'sha masalaga boy misolni keltirib berdim. Birlashgan Arab Amirligi bizani yutgan taqdirda ham, eng so'nggi o'yinni yutgan taqdirda ham ochkolari 17 ga 17 bo'lib qoladi. O'shanda ham biz ikkita o'yinda yutqizsak, hali o'zimiz uyimizni Qatarga yutqizib qo'ygan taqdirimizda ham ochkolarimiz teng bo'lib qoladi-da, boshqa narsalarga qaraladi. Bu kichkinagina imkoniyatdan foydalanishi. Hali hammasi o'zimizning qo'limizda. Balki Birlashgan Arab Amirligining uyida buni sochib tashlaymiz. Nima deysizlar? Bizda hujumkor tarkib bor. Aniq zarbalar 6 ga 2, noaniq zarbalar 1 ga 3, O'zbekistonda ko'proq, bloklar 4 ga 3. To'p ko'proq qayerda harakatlandi? 29%, Eron tarafida 25%, bizning maydonda asosan 46% maydon markazida to'p o'ynaldi. Aniq paslar 163 ga 111 ni ko'rsatmoqda Eron foydasiga. Duellarda g'alaba 55 ga 45 Eron foydasiga. Xayr, sog' va salomat bo'linglar, o'zinglarni ehtiyot qilinglar. Asosiy o'yin Birlashgan Arab Amirliklari O'zbekiston. Adashmasam 10-iyun sanasida bo'ladi, 22:00 da. Xayr, sog' va salomat bo'linglar. Baribir jahon chempionatiga chiqamiz.